Assalomu alaykum qarangizlar. Ertalabki zavtrak sog'-salomatimizda charchamayapsizlarmi? Mana shunaqa qilib tuxum qovurib, mana bu kolbasa qovurib, bitta narsa esimga tushib qoldi, sizlarga gapirib bermoqchiman. Yoshidek esimni tanigandim o'sha paytda, lekin ayam Banisaga tushgan payti bizaga dadam ovqat qildirganda, o'z qo'llari bilan qildirgan. Ya'ni uyimizda o'sha paytlar tamat qolmay qolgandi. Aniq esimda. Boyagidek kartoshkali qilib, zo'r qilib, tamatsiz bo'lsa ham ovqat qildirganda, chotki qilib. Haligacha esimda. Mana hozir hammasi yaxshi. Ota-onam sog'-salomatlar, 100 yil, 1000 yil yashasin. Vaqtim yomon bo'lsin. Hozir men bu narsalarni qilib, o'zim pishirib, esimga kelib qoldi, sizlarga ayting deyapman. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, mana bugun 125-kuni. Hozir choyni ichaman, kiyimlarni almashtirib ishga-da. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamaysizlar. Kuningiz yaxshi o'tsin.